Dada qarab oling. Qarab oling. Qaytarib olaman hozir. Mana telefonni qo'yib turing endi. Hozir $200 yutib olishingiz mumkin. Qarang, mana. $200 mana. Men bu stakan qo'ydim, ha. Men stakanga tegmasdan pulni olsangiz o'zingizniki. Bo'ldi shumi? Ha, davay. Bismillah. Buni kilelab qo'ysan shekilli-ku. Kilelaganim yo'q dada mana. Chesni bo'lmadi, bu videoni ko'rgan ekansiz. Yomonsiz. Dada, bu pulni nima qilmoqchisiz? Konditsioner olmoqchiman. Qayerdan olmoqchisiz? Bilmasam. Men sizga zo'r joyini aytaman. Ishonch savdo do'konlarining barcha filiallarida 0012 aksiyasi ketyapti. Konditsioner olmoqchi bo'lsangiz, 12 oyga mutlaqo ustama qo'ymasdan zavod narxida berishadi. Nafaqat konditsioner, barcha maishiy texnikalar, mebel deysizmi, muzlatgich, chang yutgich, televizorlar, hamma narsa ishonch savdo markazlarida bor. Mana bu nomerlarga aloqaga chiqinglar. 0012 aksiya muddati 3 kun, 29, 30, 31-kunlari bemalol boraverasizlar. Ha, ketdimi bu? Qayerga? Ishonchga. Gap yo'q, lekin pulni nechasini yutdingiz menimcha. Nima deb o'ylaysizlar? Pulni chesni yutishdimi, yozib yuboringlar.